Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan quyoshli O'zbekistonimizning iqlimida tez-tez uchrab turadigan teri kasalliklaridan biri bo'lmish rang-barang temiratki haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Rang-barang temiratki bu terining zamburug'li kasalligi bo'lib, u malatseziya nomli zamburug' sababli paydo bo'ladi. Bu zamburug' aslida har bir inson terisida mavjud. Lekin ba'zi holatlarda u ko'payib kasallikni keltirib chiqaradi. Ushbu kasallikda terida turli rangdagi dog'lar paydo bo'ladi. Ular oq, pushti yoki jigarrang bo'lishi mumkin. Ko'pincha ko'krak, yelka, bo'yin va bel sohalarida uchraydi. Ba'zida bu joylar biroz qipqlanadi va kamdan-kam hollarda qitishadi. Rang-barang temiratki quyidagi holatlarda ko'proq uchraydi. Ortiqcha terlash, issiq ob-havo, yog'li teri, immunitetning pasayishi va gormonal o'zgarishlar. Davolash uchun maxsus zamburug'ga qarshi dorilar ishlatiladi. Masalan, ketokonazol yoki klotrimazol tarkibli kremlar va shampunlar juda samarali hisoblanadi. Ularni shifokor tavsiyasiga ko'ra qo'llash albatta muhim. Agar kasallik keng tarqalgan bo'lsa, shifokor tabletkalar ham buyurishi mumkin. Shuni bilish muhimki, bu kasallik xavfli emas va odatda boshqalarga oson yuqmaydi. Lekin davolamaslik natijasida u qayta paydo bo'lishi mumkin. Oldini olish uchun asosiy bu gigiyenaga rioya qilish, terini toza saqlash va ortiqcha terlashdan saqlanish muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, rang-barang temiratki davolash mumkin bo'lgan oddiy teri kasalligidir. Vaqtida e'tibor bersangiz, undan tezda qutulish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.